Alloh taolo Qur'oni Karimda man amila solihan min zakrin aw unsa wa huwa mu'minun, qaysiki mo'min erkak, mo'min ayol iymon keltirib solih amal qilsa, fala nuhyannahu hayatan tayyiba dedi. Zo'r hayotda yashaydi dedi. Ya'ni qaysiki mo'min odam kofirlarda havas qilayotgan bo'lsa, uni iymoni komil emas ekan. Ular zo'r yashayapti deyotgan bo'lsangiz, demak sizni hayotingiz ularnikidan ko'ra yomonroq ekan. Demak sizni hayotingiz iymoniy hayot emas ekan. Chunki Alloh aytayapti, uni qaysiki mo'min odam iymon keltirib solih amal qiladigan bo'lsa, fala nuhyannahu hayatan tayyiban dedi. Zo'r hayotda yashaydi deyapti. Yo'q, qiyinchilik yegani mana ham yo'q, mana ham. To'xtang deyapti shariat. Eng baxtli inson kim? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyida necha oy ovqat qaynamadi? 2 oy, 3 oy. Kim baxtliroq ekan? Ovqat yo'q bo'lsa, odam baxtsiz bo'ladi. Yegani narsamiz yo'q deb noliydiganlarga. Shuning uchun shariatdachi birinchi o'rinda Alloh taolo musibatni payg'ambarlarga bergan. Bir odam masalan farzand o'tib ketdi desa, payg'ambarimiz nechta farzand o'tdi? 6 ta farzand o'tdi. 6 oydan keyin 7-si ham o'tdi. Fatima onamiz. Kasalman desa, Ayyub alayhisalom necha kasal bo'lyapti degan.